Ushbu holatlarda tish va jag' notekisligi sababli nima qilish kerak va qanday usullari bor, shuni hozir ko'rib chiqamiz. Bunga birinchi yechimimiz mikrovintlar bilan kuch berib, to'g'irlab, kengaytirib boramiz tishni. Bu apparatimizdan keyin braket va alignerlar orqali to'g'irlanadi. Agarda biz bu rasmdagi holatni oladigan bo'lsak, pastki jag'i tepa jag'idan oldinga chiqib ketganda bu apparat bilan to'g'irlab boramiz. Keyingi yechimimiz ko'rishingiz mumkin, bu braketlar orqali va nakladkalar orqali prikusimizni to'g'irlab borishimiz mumkin. Bunda braket sistemasi bo'ladi va nakladkalarni yordamida prikusimiz va tish qatorlar to'g'irlanib boradi. Agar bunga o'xshash og'ir holatlarda bo'ladigan bo'lsa, xirurgik vmешательство qo'shilishi kerak. Bunda faqat braket va alignerlar yetarli emas. Bunaqa holatlarda jag'ni ozgina qismi olinadi va undan keyin braket yoki alignerlar bilan to'g'irlab boriladi.